Bular narxi 2800 so'm ekan. İçine çöz bunu ya. Assalomu alaykum. Bugun 19-noyabr, haftaning chorshanba kuni. Bu Xitoy ikki bozorimizni obzorini qilamiz. Narx-navolar bilan tanishib chiqamiz. Bolachalar uchun yangilik kamzircha chiqibdi. Narxi 11 000 so'm optimga. Qizchalar tepaligi Kashmirdan narxi 14 000 so'm. Rasvetkalari bor. Mana do'yga chiqibdi yangilik velvet, ichi nachos. Kachesi vashi zo'r ekan. Narxi 48 000 so'm. Katta razmer. Kamzirlar 13 000 so'mdan ekan. Bular 12 000 so'm. Bu vayenniylari 10 000 so'm ekan. 5 000 so'mdan shapkalar, ichi mexli ekan. Hammasini ichi nachos. Bular narxi 2800 so'm ekan. Ichi nachos buni ham. Bog'cha bolalarga rasm tushadi. O'g'il bola, qiz bola hammasidan bor. Pachkada 10 ta bo'ladi. Bu kombinezonlar 33 000 so'm ekan. Mana bular 18 000 so'mdan. Kamzirchalar. Mana bu ishtonchalarga tepa past qilinsa zo'r bo'ladi. Komplekt bo'ladi bular. Mana bu tepa pastlar 13 000 so'm ekan. Momoq. Mana ishtonchasi bilan. Bular narxi 3 ta razmerli 100 000 3 tadan 33 000 so'mdan. Kachesi vashi zo'r ekan bu. Sifatiga arziydi. Xitoy bilan birga-bir. Mana bu kamzirlar 80 000 so'mdan ekan. Bu razmeri kattasi, velikan razmer 90 000 so'm ekan. Ranglari bor. Bu yoqda ham shu. Bu yoqda ham assortmentlar juda ko'p. Ichkarida ham bor assortmentlar. Mana bog'cha bolalari uchun 25 000 so'mdan momo materiallik tepalik. Dvoykalar 42 000 so'm ekan. Bog'cha yosh birinchi sinfgacha tushadi. Ranglari juda ham ko'p. Shtugi ham cheklanmagan. Bu ikkinchi sinfga tushadi. 48 000 ekan narxi. Ranglari bor, kapshonkalari. Bunisi Xitoy nachos 19 000 so'm narxi. Buni ham ranglari bor. Mana bozor tugadi. Mana bu sotilib bo'lgan yuklar bu ham. Yaxshi kayfiyat, sog' bo'lasizlar.